Bu videoda topshiriqlarni bajarsang yutasan challenge bo'ladi. Bizda sirli quticha bor va u sirli qutichaning ichida har xil qilish qiyin bo'lgan topshiriqlar bor. Qoshiqni chuqur qazish va biz mana shu quticha ichidan navbat bilan topshiriqlarni tanlaymiz va kimga qanaqa topshiriq tushsa, u odam o'sha topshiriqni bajarishga majbur bo'ladi. Va bu videoda Maqsud va Dilshodga qatnashadilar. Bo'lmasam boshladik. O'rtoqlar, men sizga yangiligim bor va bu ham bo'lsa, meni yangi obuna bo'layotgan insonlarimni men har bir videomda ko'rsatib bormoqchiman. Ya'ni mana bu insonlar, mana bu nolninki videoda obuna bo'lgan insonlar. Agar siz ham xuddi shunaqa meni videomda chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Va o'sha obuna bo'lganlar sizlarga respekt. Va aytgancha, esingizda bo'lsa, men 600 obunachidan keyin sizlarga 200 dollar tarqatmoqchi edim va u pulni men yaqin orada tarqataman. Prosta hozir sizga yangiligim bor va o'sha yangiligim uchun sayyanga chiqyapti. No, yangiligim 200 dollardan ancha kattaroq. Va albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki 620 ming obunachi erishgandan keyin men tashlandiq binoda prям 24 soat, ya'ni bir kun yashab qolaman. Va bo'lmasam ana video boshlandi. Ana endi navbat bilan topshiriqlarni tanlaymiz. No, birinchi kim tanlashini, dayt Donduzga bilan qilamiz. Don Ziki. O birinchi o'lim Maqsud. Ana endi ikkinchi, uchinchi odam aniqlashimiz kerak. Don Ziki. Demak Maqsud 1, men 2, siz 3-chi ekansiz. Demak kamerasi olasiz. Bo'lmasa hozir Maqsud topshiriqlardan birini tanlaydi, aytdi. Demak, men birinchi tanlar ekanman. Hozir endi ko'zimni yumib bittasini tanlayman. Nima baribir ham ko'rmaysan, ko'zingni olsana. Xo'sh, men nima? Notanish telefon nomeriga telefon qilib, Omonxon YouTube kanaliga obuna qildirish kerak. Bitta jo'skisdan boshlayapti. Mayli, naqa qiymasancha. Xudo telefon olib kelinglar. Biz bu topshiriq bittada tushadi bo'lmagandik. Hamayli, mana telefon. Va biz bu yerda hozir xohlagan nomer terdik. Bilasizlar, nomer bu shaxsiy ma'lumot va hozir sizlar telefon qilib, bular u odam yana bezda olmasligi uchun sizlarga ko'rsatmaymiz. Day telefon qil. Lekin qara so'kib o'tgan etmi? Daydi, gnomga qo'yamiz. Bilmayman. Abonent raqami vaqtincha ish faoliyatida emas. Day telefon boshqa nomer aytashur. 956 53 qolgan aytmaymiz. Chunki qolgani shaxsiy ma'lumot. Qop, day telefon qilamiz. Ikkita takoy davay, до свидания. Guduk ketat. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Rahmat, tinchsiz? Omonxon degan YouTuber bor edi. Shuni kanaliga obuna bo'lganmisiz? Qayerga? Omonxon degan YouTuber bor edi. Shuni kanaliga obuna bo'lganmisiz? To'shashini bilmadim lekin. Bitta obuna qo'yilish, iltimos hozir YouTube'ga kirib iltimos deng. Shu bitta obuna bo'lib qo'ya olasizmi hozir bitta YouTube'ga kiribda iltimos? Alo. Nimaga? Ishlaydimda qo'limda. Bo'lmasa keyin qo'ying, iltimos kutaman deng. Emasam keyinroq qo'rasizmi? Men kutaman-da, brat. Nimaga kerak o'zi? Prosta xursand bo'lardik. Shunchaki prosta xursand bo'lardik-da. Shunchaki xursand bo'lardim. Vaqtim bugun tasdiqladi. Aha, xo'p, rahmat, brat. Voy, o'rtalar to'g'risi men shu shaqat bo'lib ketdim. Chunki begona insonga hozirmiz. Yana yo'q demadi, mayli dedi, ishdaman dedi, ishdan chiqay, obuna bo'lib qo'ying. No, shunaqa qilishing uchun rahmat. No, o'tgancha qaranglar. Xo'p, bu odam vobsheta ishda bo'lib turib, keyinroq obuna bo'lmoqchi-da bizga. No, sizlar itak oriyada obuna bo'lmaganlar bor. Davlat obuna qo'yinglar. Va ana endi ikkinchi bo'lib men dedimmi? Ana endi men topshiriq bajarishim kerak. No, sen topshiriq bajarding, molodez. No, davayt, menga sizlar ixtirob kelinglar. No, to'g'risi aytsam bu eng oddiy topshiriq edi. Va jo'skilar bu qolib ketadi. Xudo narvan tushsin. Mashinaniki mana. Va men noshib ko'raman va bu Qoshiqda chuqur qazish. Voy, qoshiqda chuqur qazish. Tasavvur qilsanglar o'rtalar hozir qoshiqda chuqur qazishim kerak. Va bu qancha chuqurligi ahamiyat yo'q. Prosta real katta chuqur bo'lsa bo'ldi. No, davlat qoshig'imni olib kelinglar. Xo'sh, o'rtalar, meni qo'limga qo'shiq oldim va hozir chizib olaman. O'sha joyi faqatgina qaziyman. Mana bu joy bo'la qolsa mana. Mana shu yerda no, qoshiq silib ketadi-yu. Shu uchun ham sapasga o'sha 3 ta qoshig'im bor, 3 ta qoshig davomida men chuqur qazishim kerak. Mana, day boshladim. No, menimcha bu qoshig'da men shu katta quda qazib tashlab. Voy, qoshig'i qarang. O'rtoqlar, boshlaganimga hali 1 minut bo'lgan, lekin men o'sha qo'lim og'rib qoldi. O'zi mana shu yerda qoshiq real o'ylab qaranglar, bilkuragi kichkinasiga o'xshaydi. Qanchalik chuqur qilib qazimoqchisiz? No, hozir shunaqangi chuqur qaziymanki, oyog'im tizzamgacha kiradigan bo'ladi. No, shaq qilayman, yo'qlayman, lekin harakat qilib ko'raman. Hozir qani oyog'im kiradimi? Daji kirsa ham ko'milmayapti. No, o'ylashim bo'yicha chuqur qaza olayman. Yer uji qattiqlashib qoldi, boru.
Ana endigina krossovkam yumildi-da bo'lni. Krossovkam mashtigacha yumildi. No, men kecha qolmoqchiman. No, bu narsancha qiyin bo'lishi aniq-ku. No, harakat qilib ko'raman. No, qilishim shart emas. Chuqur deyilgan. No, hozir bu chuqur emas. No, chuqur qilishga harakat qilaman. Qo'limni chiqaman. Xullas 15 minut davomida bor kuchim bilan qazishga harakat qildim. Lekin, no, men chuqurligi bo'lsa kerak, bo'lmaydimi? Hozir men chuqur qilaman deb ana qilib qo'lim uchi olib qoldi, borib. Qoshiqda вообще неудобный, borib. Sizlar ham o'zinglar qattiq shuncha qo'llasanglar ham katta gap. Hozir men o'zimcha karrlab 5 minut oldin kuchim ko'paydi. Aytsam qachon qilaman dedim, no mayli, uzun degani qattiq qoshiq qolmadigan qilsam ham zo'r bo'ladi. No, davo aka, siz qila olasiz deb menga motivasiya bermoqchi albatta like bosinglar. Va shundan bilaman kim meni ko'proq foydasiga qilishini. No, mana nihoyat o'rtoqlar 20 minut men xatimdan keyin mana. Men hozir qoshiqqa ko'madigan chuqurlik bo'ldi. Rat, qoshiqqa ko'mamiz. Bular shuncha men xatib qazganim ko'm tashadi-yu. No, mayli. Qoshiqqa ko'msa bo'ldi, shunda men chuqur qazgan bo'laman. Davda qoshiqqa ko'mdi. Va ana endi topshiriq bajarish kerak. Dilshod akaga. Xohlaganingizni tanlang, Dilshod aka. Nima bir tarafdan kuchlar ko'p va ularga nimadir qiyransa tushish kerak deb o'ylayman. Voy. 50 qavat skochdan chiqish. Wow, no, прям Dilshod aka juda ham qiyin bo'ladi bu topshiriqni bajarish. No, давайте. Bo'lmasam boshladik. No, nima deb o'ylaysiz? Chiqolisizmi, chiqolmaysizmi? Bilmasam, chiqarishga harakat qilaman. No, menimcha harakatingiz o'xshamaydi. Dilshod akani 50 qavat skochga o'rab tashladik. Va hozir o'rtoqlar 50. Ana endi Dilshod aka chiqishlari kerak. No, to'g'risi o'rtoqlar chiqishlari ancha qiyin bo'ladi, chunki mana bu skoch. Lekin qo'llarini chiqardilar. Kaltar bor ekan. No, mayli. Foydalanasiz foydalaning. Hozir qoidada aynan nimadirdan foydalanish mumkin emas yozilmagan-da. Nima foydalansa foydalaning. Qani, davay. Davay. Ha, chiqib ketaman deb o'ylaysizmi? Chiqaman. Dilshod aka ancha vaqt davomida chiqishga harakat qildilar. Lekin da skochlik ancha yemiriladi orqadagi. Daraxt orqasidan ham skoch olgan, mana olgan. Qarang, ancha yediriladi. Lekin bunaqa kelsa bo'lmaydi 100%. Marhol kallar ishlatdi. Davay. O'tkir narsa. Cho'mo o'sa bilan. Skoch bilan yopishib qoldilar. Qo'li torting bo'ldi. Birinchi qo'l o'sha chiqdi. Aytsammi? O'rtoqlar bizdan toshlarni bajarish har doimgidek qiyin. Dilshod aka ancha payt o'ylab, oxiri chiqish yo'lini topdilar. Davay. Birinchi oyoq chiqdi o'sha. Va ikkinchi oyog'imiz chiqdi. Va mana deysiz, tabriklaymiz, siz topshiriqni yaxshi bajardingiz va endi yana Maqsudni topshiriq bajarishga olib keldi. Davay, Maqsuddan tanla topshiriq. Mashina hozir bajarasan va bu 50 marta anjumani qilish. 50 marta anjumani qilish. No, bo'ling normal zadaniya. Bo'lmasa, egal men sanab turaman, dayt, men senga motivatsiya berib turaman. Day, ketdi. Xo'sh. 1 2 7 8 9 10 Voy, mana shu nozik bolalar. 1 12 13 15 kelgandan keyin stop bo'lib qoldi da. 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 da bo'lib tur yana. No, hozir mana shu endi 10 ta davom qilsan va o'quvchilar o'rtoqlar sizlarga bitta savol. Mana o'rtoqlar juda ham ko'p o'g'il bolalar bor. Va to'g'risini bilaman. To'g'risini aytinglar. Sizlar elitadan ko'p ashibani qilasizlarmi? Dayt, komment yozinglar. No, mana shuni o'tirib qolsam mayli. 55. 54 mi? 34, 35 bo'ldi. 36 37 sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun Maqsudni qiynalayotgan joylardan tezlashtirib yubordik. 49 50. Oy, yerga o'tdi. No, qarang, o'rtoqlar zadaniya bajarildi va bu elita ashibani qildi. No, to'g'ri tushunish kerak, kimgadir buni asosan kimgadir qiyin va bu narsa hammasi normal endi. Ana endi zadaniya bajarish navbati menga keldi. Mana shu eng oxiridagini oldim. Xullas, yaxshiroq narsa bo'lsin. Va bu yuzga mayonez surib 5 minut ko'chada yurish. Voy bilan. No, o'rtoqlar shuning uchun biz hozir botanika bog'idamiz va hozir botanika bog'i mana ko'chalarda yuramiz. No, boshqa ilojim yo'q. No, mana mayonez, daydi. No, qarang o'rtoqlar, boshqa jo'shkiroq qildik. No, bundan keyingisi biz juda ham prям nakazaniyani topaman va shu uyda chiqadi. No, qachonki mana shu uyda tagida 30 ming dollardan keyin. Shu uchun daydi like bosib qo'yinglar. Xo'p, ana endi mayonez surtaman. No, mana mayonez va hech boshim shunaqa qilib tushadi o'ynamagan, to'g'risini aytaman. No, hammalar qarshi men ketdim, panoramdan so'ngga qilaylik, odam harakat qiladi. No, rovna 5 minutga qaytaman. Ketdi vaqt. Millat orqadan odamlar o'tdi va to'xtab qarab qoldi-da. Menimcha hozirlar yutoq harakat qiladi deb o'ylayman.
Bilet, birinchi qiz boshi g'alati qarab o'tib ketdi, bilet. Cho'zib turishadi, yarim tobalik yotdi, yarim tobalik yotdi. Bilet, biratan aytib yubormadilar, yaxshi. To'rimni qiz qarab turdi, to'rimni qiz. Bilet, burnimga mayonez hidi ketdi. Xullas 5 minut davomida shu holatda ko'chada yurdim. Nuda 5 minut bo'ldi, 5 minut bo'ldi. No, mayonez seriyozmi? Yuzlarga sursanglar bilasizlar, yomon tishtirar ekan. Kuydiroqda dash bor-ku. No, xullas ayting, sizlar bironta topshiriqni tanlang va o'sha topshiriqni siz bajarasiz. Xudo qiyroqi tutsin-chiki, bularga qancha qiyin tutsa, bizga shuncha oson qoladi. Va bu eng achchiq chipsni yeyish. No, men bilaman, sizga achchiqnasi yoqmaydi, to'g'rimi? Yoqmaydi. Va mana o'sha chipsni qalampini ko'rishingiz mumkin, no firmasini ko'rsatmaymiz. Chunki ochida reklama bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, mana olamiz. No, men seriyozmi, achchiq bilmayman. Просто menga eng achchiq chipsni shuni berishdi. Daychi. Achchiqmi o'zi? Nima ishonmayman achchiqligiga. Qani hozir men ham kichkina bo'lagina, prям. Gad mana shu hammasini yeyish kerak. Ishda bor hammasini, da. Dishadagi qiynalsalar ham hammasini yedilar. Ichim yonyapti, yonyapti. Hammasini yeyman, qutilaman, suv ichaman. Mana ichib olaman. Yondiryapti og'zimni. Achab suv beringlar. No, короче, bu laning maqsudi galva maqsudi aytki. Endi sen topshiriq tanlaysan. Menimcha senga moshina tushadi. Va xo'p, shu va bu 50 ta strishdan chiqish. No, menimcha sen chiqa olasan deb o'ylayman. No, bo'lmasam boshladik. Maqsudda 50 qavat strishga o'rab tashladik. Давайте, 50 ta sloy strish. Chiqolsang chiqding, davay. No, men sen o'rinda bo'lganda birinchi aynan qo'ldan chiqargan bo'ladim, chunki qo'l chiqargandan keyin qolgan juda ham ezilib ketadi. U chiqarib bo'ldim qo'lni. No, давайте. No, strich juda ham oson. No, skotch. Bu qanchalik qiyinligini dishatiga juda ham yaxshi biladi. Wow, уже faqatgina bildagisi qoldi. Va uni ham sekin-sekin yechyapti. Maqsud 2 minut ichida почти hamma strichdan chiqib oldi. Wow! No! Bo'ldimi? Wow! Молодец. No, 5 minut emas, bir yana 2 minutda chiqib ketding va Maqsud ham o'zini topshirig'ini bajardi va ana endi men albatta men o'zim uchun topshirig'ni menimcha easy bajaraman. No, men mana shu tanlayman. Endi tepasi turgandi va bu 1,5 litr kolaga Mentos qo'shib ichish. Tushunishlar orqali 1,5 litr kolaga aynan shuni Mentos yoki boshqa kerakli bir narsa qo'shsa, kamida bo'limga ko'tariladi. Biz shu paytgacha eng ko'p bilan 0,5 ta qilganmiz va u ham ketgan. Va hozir prям 1,5 litrdek qilsam bilmayman nima bo'ladi. Uni baribir sinab ko'ramiz. 1,5 litr kolaga Mentos qo'shib ichgan videoyimni, anaqasi ichgan bilan yuzing portlab ketgan. Короче, videosini men Telegram kanalimda tashlaganman. Video tugagandan keyin bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Va ana endi video davom etadi. Ana endi navbat Dilshod akaga va Dilshod akaga no bittagina zadani qo'ygan va u ham bo'lsa dayt. Hozir ko'ramiz. No, mana shu juda ham oddiy qolgan bo'lish kerak, chunki Yuzta o'tirib turish. 100 ta o'tirib turish? No, давайте. Katta ko'cha chiqadi, o'shda siz 100 marta o'tirib turasiz. No, qanchalik vahimali eshittirsa ham bu narsa juda ham oddiy va bu narsani o'zim 2-3 marta qilganman, yoki 100 marta o'tirib turishi. Va Dilshod akaga juda ham oson bo'ladi deb o'ylayman. Bitta o'tirib turishim og'irligi menga bor. Davay, bo'lmasa boshlaymiz. 1 2 Sizga masalan bugun men trener bo'lman. 3 4 yaxshi. 5 yaxshi. 6 yaxshi. 7 yaxshi. 8 9 Day. 5 minut hozir. Bu bile oddiy o'tirib turishdan odam charchaydimi? Yoki men shunaqa oyog'imni kuchim ko'pmi desam? Shuni oxirgi litam mana siz bilan qilaman. 51 52 qo'lingizni oling. 53 54 55 99 100 Молодец. Xullas, Dilshod degan topshiriq bajardilar. Va xullas o'tolar, barish. Xullas, ko'rtirgan o'tolar qo'ldan kelgancha mo'shinlarga qo'shib harakat qildik. No, ikkinchisi bundan ancha mo'shin bo'ladi va u video qachonki mana shu videoga 30 ming like yig'ilgandan keyin olish boshimiz. Shuning uchun pastga like bosing va har doim o'rtoqlar. Men menda juda ham qiziqarli video turibdi va bu video ham sizlarga yoqishga ishonaman. Shuning uchun hozir o'tib ko'raylik, chunki o'tda ham hali ko'rishamiz, hali juda ham qiziqarli video bo'ladi. 100%. Keyingi videoda ko'rishguncha. Ciao. Yomon charchadim.